Assalomu alaykum hammaga, qadrli obunachilarimiz. Mana bugungi darvozamiz Namangan viloyati Namangan shahriga o'rnatdik. Darvozamiz o'zimiz mahallamizga bitta qadrdon akamiz bilan o'rnatdik. Darvozamiz haqida qisqacha tanishtirib o'tamiz. Darvozamiz eniga 3.50, balandligi 3.60, 2 qavatli shum izolyatsiya bo'lgan. Birinchi qavatli listimiz ham, ikkinchi qavatli listimiz ham ikkili bo'lgan. Darvozamiz ikkita yo'llar o'ng profil, taglari shivellar bo'lgan. O'tib litr 3 santimetrlik bo'ladi, ya'ni orasiga pena qo'yganmiz 3 santimetrlik. Va bu darvozamizda eng katta fishkasi, darvozangiz kunga qaraydimi yoki yomg'ir tushadimi, usti ochiq joy bo'lsa ham, mana bu yerga yomg'ir tekkan, mana bu yerda 45 gradusda egilgan joyi bor. Suv o'rnab qolmaydi, obязательно pastga tushib ketadi. Bu darvozani umri uzoqroq bo'lishiga asosan ish beradi. Darvozamiz gruntovka sepilgan. Kraskalarimiz sintaksikadan sepilgan, bankovoy toza kraska, laklarimiz ham ultra degan lak sepamiz. Zamonlarimiz Zuber. Kimga shunaqa darvoza kerak bo'lsa, pastdan o'nglar aloqa chiqarsizlar, O'zbekiston bo'ylab ustanovka qilib beramiz. Darvozamiz yoqqan bo'lsa, bittadan lak bosib bersizlar, inshaalloh bundan ham chiroyli darvozalar chiqarishga harakat qilamiz. Hammaga omad, sog' va salomat bo'linglar.